Hozir og'riq qayerda? Bu tizzaladan, beldan. Og'riqlarmi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Juda yaxshi. Hozir bular sizga savol beradilar, o'shanga qarab. Xo'p. Assalomu alaykum. Qizim yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz tanishtiring. Men Samarqand viloyati Paxtachi tumani Farovon Yo'ldoshabod mahallasidan keldim. Hasanova Oyzoda ismim. Nima bezovta qiladi sizni? Ha, men bu yerga kelishimda oqsoqlanib keldim. Shunday yurolmay qoldim. Bel, oyoq og'rib keldim-da. Keldim, keyin bu yerga kelib men bir doktor Talipov davolovchi vrachga kirdim. Meni yaxshi tekshirdi. Tekshirib ko'rdi, to'g'ri tashxis qo'ydi. Biram muomalalari ham juda ham yaxshi ekan. Keyin davolashga buyurdi. Bu yerda har kuni davolanib yotibman fizioterapiyada. Mana Necha kun bo'ldi keyin? Bugun 8 kun bo'ldi. 8 kun bo'lgan bo'lsa, ikkinchi etajlarga yaxshi chiqib ketyapman-da. Oldin unaqa bo'lmasmidi? Ha, yo'q, oqsoqlanib juda qiyin ahvolda kelgandim-da. Kelgan paytim qizlar aytdi, "Voy, nimaga halimday oqsaysiz?" dedi. Shunday oqsoqlanib juda qiyin holatda kelgandim. Bugun 8 kun bo'lgan bo'lsa, juda ham yaxshiman. Lecheniyalar ham juda ham yaxshi ekan, vrachlar ham juda ham yaxshi ekan, muomalalari ham, davolashlari ham, mana fizioterapiyalarni ham hammasi menga juda ham yoqdi lekin. Shunday mazza qilib nima oldim-da, fizioterapiya oldim, juda ham xursand bo'ldim. Og'riqlar sizni necha yildan beri bezovta qiladi? Og'riqlar bir 2 yildan beri bezovta qilaydi. Davolandingizmi bu yerga kelguncha? Endi o'zimizlarda davolanganman. Shu foyda ko'rmaydim-da, ayniqsa shu yil bir 3 oydan beri juda ham bezovta qildi. 2 marta davolandim, umuman foyda ko'rmadim. Keyin eshitib shu yerga keldim. Juda xursand bo'ldim, lekin juda katta rahmat vrachlarga ham, hamshiralarga ham juda ham xursand bo'ldim, lekin juda yengil bo'ldim. Men shu 8 kun ichida juda ham yaxshi bo'ldim. Juda minnatdorman. Qo'llari dard ko'rmasin. Bu shifokorlarni hech qachon mana shu nimalaringiz yo'qolmasin deb vrachga aytdim-da, davolanib turay. Kim qancha odamga juda katta yordam beryapsiz. Juda minnatdor bo'ldim, lekin kimda kim agar shu og'riqlardan bezovta bo'layotgan bo'lsa, men hammaga mana shu yerda taklif qilaman. To'g'risi menga juda ham yoqdi. Juda yaxshi shifokordan, juda ham katta rahmat. Sog' bo'lingizlar, ishlaringizga omad. Bemorimiz birinchi kelganlarida biz bularni sal imkoniyat darajasi qatnab muolaja olishga yetadigan bo'lganligi uchun qatnab olaman deganlarida bu ahvolda yo'q, siz qatnab olmaysiz. Chunki bu kishi обязательно mana shu yerda yotib davolanadigan bemorlar toifasida keldilar. Biz ko'rib hozir biz ham juda xursand bo'lyapmiz, yomon emas. Ko'rsatkich yaxshi. Ko'rsatkich yaxshi, chunki qatnab davolanib mana baribir yotgan bemorlarda doimiy to'liq kontrol, nazorat shu yerda bo'ladi. Juda katta yordam. Nimasi boshqacharoq. Lekin bularni ham ko'ryapmiz, xursandmiz, juda ham yaxshi. Bemorimiz 2-3 darajali ikkala tizza bo'g'im artrozi va umurtqa pog'onasi osteoxondrozi muammolari bo'yicha bizda davolanyaptilar. Hali muolajalarning yana 2 kuni bor. Bunday holatlarda albatta qatnab davolanish ham samara beradi. Chunki baribir qatnaydigan ham, yotadigan bemorlarga ham bir xil muolaja qilinadi, faqatgina nazorat yotgan bemorlarda kuchaytirilgan holat shifokor tomonidan. Lekin yaxshilar, ko'z tegmasin. Ko'z tegmasin. Ikkinchi endi yana hech bo'lmasa 6 oydan so'ng davo muolajalarini ikkinchi bosqichiga kelishda tavsiya berdik. Hali kasallik tarixidan ko'chirma berganimizda sizga qanaqa tartibda, qanaqa rejim saqlash hammasini tushuntirib o'tamiz, xudo xolasa.